musofirdagi bolalarning orasida ko'p tarqalgan bitta video borda prem portladi. Unda bir qiz gapirgan: "Men musofirda yurgan bolalarga ikki dunyoda ham turmushga chiqmayman. Ular oldin o'zini eplab olishsin, oilani qanaqa qilib eplaydi" deya pastga urib gapirgan. Sinam, bir narsani hech qachon esingdan chiqarma. O'sha eski kir kiyimlarda yuradigan musofir yigitlar seni adingdan anchagina ko'p pul topadi. Faqatgina ular topgan pulini ota-onasiga yuboradi. Musofir yurtning sovuqlariga chidab yurgan solih do'stim, bunaqa qalbi fohisha qizlarning gapiga hech qachon e'tibor berma. Otasini puliga kayf qilib yuradigan qo'ylarni emas, oilasi, ota-onasi deya o'zligidan, yoshligidan kechib musofir yurtda ishlab yurgan haqiqiy erkaklarni sevadigan, haqiqiy erkaklarni hurmat qiladigan soliha singillarimiz hali juda ham ko'p.